Bir oyiga 1,5 mingdan 2,000 dollargacha ijara puli kelib turadigan Farg'ona Qo'shtepaning sentridagi ushbu 3 qavatli hozirda birinchi qavati oshxona qilib yuritilayotgan binomiz sotuvga qo'yilyapti. Aniq lokatsiyamiz Qo'shtepa Kuruk hududi avtovokzal tuman hokimiyatining oldida joylashgan. Bundan tashqari atrofda Qo'shtepa tuman majburiy ijro byurosi, ichki ishlar, bank, soliq, davlat xizmatlari markazi, kadastr va boshqa tashkilotlar o'rin olgan. Qisqa qilib aytganda, Qo'shtepa tumanining eng markaziy joyi, shuni hisobga olib turli bizneslar yurgizish mumkin. Bino pishig'ishda ko'tarilgan bo'lib, umumiy 6 sotidan iborat. Joyimiz zarurat yuzasidan sotilyapti ekan, naqd xaridorga narxlarini kelishtirib beramiz deyishyapti. Egalarining aytishlari bo'yicha hozirda birinchi qavat oshxona ijarasidan 1000 dollar arenda puli kelib turibdi. Yaqinda tashqarida marojnaxona ishi boshlasa, u ham oyiga 200 dollardan berar ekan. Binomiz umumiy 3 qavatdan iborat, remontlari yaxshi, pollari, kafel plitka, patologlari natijnoy qilingan. Azizlar, hozir tepa qavatlarni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bo'lib, o'quv markazi yoki boshqa shunga o'xshash faoliyatlarga ijaraga berish mumkin. Oynalari panoramli, tashqari manzara to'liqligicha ko'rinib turadi. Uchinchi qavatimizda esa bitta kichikroq xona va bitta katta zalimiz bor. Undan sport zal qilib foydalansa bo'ladi. Ushbu Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani markazida joylashgan 6 sotli 3 qavatli tayyor yurib turgan noturar joylariga egalari 130 ming narx belgilashibdi. Yana kelishtirib beriladi. Pastda opsiyada nomerlarni qoldiraman. Telefon qilib bemalol batafsil ma'lumot olib baraka qilishinglar mumkin.